2026-yilda Tezguzar mahallasida misli ko'rilmagan burilish bo'ldi. Buni agar ta'riflab o'tsak, haqiqatdan ham Tezguzar mahallasida 8 ta loyiha OPEC dasturi Islom taraqqiyot banki hisobidan bizaga o'sha loyiha qilingan edi. Haqiqatdan bular o'sha yanvar oyiga hamma shu dasturlar bo'yicha 8 ta loyiha ishga tushib, Tezguzar mahallasida birgina asfaltni o'zi 10 kilometrdan ziyod. İchimlik suvi aholimiz 1029 ta xonadonimizni hammasiga ichimlik suvi davlatimiz hisobdan tortib berildi. Yana irrigatsiya tizimi 1.6, bog'cha 20 sonli bog'cha qaytadan qurilib, 6-sonli maktab. Kelinki bular shu 27,5 milliard hisobida davlatimiz bizaga shu bitta oddiy mahalla qishloq Shofirkon tuman Tezguzar qishlog'ida mahallasida shunchalik e'tibor bilan davlatimizning rahbari, hurmatli prezidentimiz qishloq joylarida ham infratuzilmani yaxshilab, aholini, xonadonlarni bir kayfiyatini oshirish, shukronalik tadbirlarni o'tkazish. Xalqimiz shu 5000 dan ziyod aholi bor. Shu aholimizni hammasini kayfiyati, davlatimizdan roziligi, shukronaligi, butun xalqimizni o'zi bir yaxshi kayfiyatda yurishi mana nur ustiga a'lo nur. Bizani drayverimiz asosi Tezguzar mahallasini qishloq xo'jalik bilan chorvachilik. Bu borada ham yangi loyihalar kirib kelyapti. Mana chetdan mollar olib kelish. Eng ko'p tumanimizda issiqxonalar tashkil bo'ldi. 27 gektarga yaqin bizaga hozir issiqxonalar o'zini faoliyatini olib, pomidor, bodring, turli xil meva sabzavotlarni yetishtirib boryapmiz. Bizani xalqimizda hozirgi vaqtda ishsizlar soni, kambag'allar soni butkul yo'q desak ham bo'ladi. Rahmat davlatimiz rahbariga, hurmatli prezidentimizga mana 25-yilda mahallamizda 3 qavatli mahalla binosini qurib berdilar. Hozir Sherni mahallamizning o'zida 20 dan ziyod ish o'rinlar yaratdik. Mana shunday xalqimizni bir shukronaligi bilan Sabzikor qishlog'ida yoshlar uchun kutubxona tashkil qildik. Yoshlar uchun shaxmat shashka o'ynash. Hozir sport maydonchasi qurdik. Mana shu bittagina mahallaning o'zida 2 tadan ziyod sport maydoni qurildi. Doim mana piyodalar yo'lakchasi 2 kilometr. Mana xalqimizni yurishga qulaylik, imkoniyat, sharoitlar yaratish uchun 2 kilometrdan ziyod piyodalar yo'lakchasi tashkil bo'ldi. Mana xonadonlarga shu elektr tokini mukammal ta'minlash uchun 6 tadan ziyodroq qo'shimcha transformatorlar qurib berildi. Butun tizim kabel tizimiga o'tdi. Hech qachon, hech zamonda bo'lmagan bunday qulayliklar.